Mana tog'da 2100 metr tepalikka chiqdik. Ana Urgut kafta ko'rinyapti. 2140 metr. 2140 qani ustoz? 2140. Ana mashina ventilyatori ham o'chdi. Behiga mashina o'tolmaydi. O'tadi-yu, endi men o'tmayman. Akam bilan o'taydilar. Ana ashiqi tepalik, qo'madi yo'l boshqa. Ha, tog' eng uchi. Hozir managacha bor. Ana shu to'g'ridagi ana baland tog' bilan birga bir turibmiz hozir. Kon ham pastga qolib ketgan. Konchilar ham ishlayotibdi pastga. Havo juda ajoyib ekan.